qarang, GANO-AI degan so'z bu antiinflammatsiya, ya'ni yallig'lanishga qarshi bu immun tizimini oziqaviy funksional oziqa mahsulotlari. Men taqdiri taqozosi bilan har bitta odamning niyatiga qarab turib Alloh baribir yo'l ko'rsatadi. O'sha Malayziyani butun 4 ta qit'ada 121 ta davlatda o'zini shu brendiga ega bo'lgan korporatsiyani men bir bo'lak hamkori bo'lib qoldim. Ana o'sha meni orzu niyatlarimni amalga oshirishga turtki bo'ldi. Men 17 yil davomida 200 mingdan ortiq insonlar shu mahsulotlar ichib o'z salomatligini tiklashga sababchi bo'ldi. Chunki organizmda mikronutrient yetmasa, qaysidir o'sha belgilarini yo'qotadigan dorilar iste'mol qilsa ham yangilangan hujayralar tiklamaguncha u biologik sog'lom bo'la olmaydi. Shuning uchun ham mana bizda bir emas, ikki emas, o'nlab natijalar emas, yuzlab natijalar shuni guvohi bo'ladi. Siz bularning natijalarini ko'rib, ularni shu sog'lom hayotga sababchi bo'layotganligingizga sizda yana ham qalbingizda jo'shqinli ilhomlanish bo'ladi. Demak, men hayotga bekor kelmaganman. Kimnidir hayotida zo'r yashash uchun, kayfiyati zo'r bo'lishi uchun, sog'lom farzandlarni ko'rish uchun sababchi bo'lar ekanman. Men yaratgandan minnatdorman va doimo shukrlar qilaman. Har doim shukr qilsangizgina o'sha keyingi qadam ochilaveradi. Chunki biz o'zimizga bog'liq narsani qilishimiz kerak. Chunki bizga bog'liq bo'lmagan narsani gapirish befoyda. Biz o'zimizga bog'liq bo'lgan hamma harakat qilishimiz kerak. Sog'liq bizga kerakmi yo doktorlarga kerakmi? Bizga kerak bo'lgani uchun ham hukumat qonun qabul qilib qo'yibdi. Organizmga o'sha mikronutrient yetishmaslik to'g'risida profilaktika deb qo'yibdi. O'sha ham qo'yibdi. Sen tadbirkorlik qilishing uchun hamma davlat korxonalari senga yordam berishga mas'ul deb. Qarangki, endi odamning o'zi shu narsani his qilish kerak. Kimdir unga his qildirish uchun turtki bo'lish kerak, sababchi bo'lish kerak. Alhamdulillah, shunday bir yo'nalishga sababchi ekanman. Yana ham nima deydi, xursandlikdan, zavqlanishdan to'xtamayman. Mana hozir siz aytgan nimalardan voz kechasiz. Qarang, meni tengi insonlar gap o'ynaydi, dunyoni ko'radi, qaqadir borib kelib yuradi. Lekin men uchun eng rohat beradigan narsa ertalab ko'zimni ochaman shu ishxonaga kelishi. Nega? Chunki meni kutayotgan, mendan qanaqadir g'oyalar kutayotgan qancha insonlarga men namuna bo'lib turib ularga yo'lboshchilik qilaman. Men uchun bu oliy mukofot deb bilaman. O'sha mukofotga yana ham shukronalik keltiraman.